Assalomu alaykum, Kirita TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlar? Do'stlar, mana bu mining saytini xullas oldingi videoda pul chiqarganim, tushib kelganini ko'rsata olganim yo'q. Sababi nimagadir meni Hosilbek kashologimga tushib borgan. Hosilbek kashologimni какой-то ulab qo'yibmanmi shunga, mana bu saytga. Hozir shundan yana pul chiqarib ko'rsatamiz. Hozir Hosilbek kashologga kiraman. Qaranglar. Mana buni bosamiz, walletga bosamizda nagi Litecoin adresini olib kelamiz. Mana Litecoinda mana shuncha pul o'sha yerdan tushib kelgan. Mana shuncha pul chiqarganman. Mana bu 3 chiziqchani bosamiz. Depozitni bosamiz va mana bu adresni kopirovать qilib olamiz. Va bu yerdan chiqib saytga o'tamiz. Mana saytga kiramiz. Nimagadir captcha chiqmayapti. Tak. Nimagadir saytga kirmayapti. Hozir parol terib. Mana saytga kirib oldim. Chota nimagadir parolni so'rab qoldi. Xullas, hozir mana bu pulni chiqarib ola olmayman. O'zi qancha chiqarsa, o'zi avtomatik qo'yib chiqaradi. Men bunga pul kiritdim. Mana bu bir versiyasini sotib olganman. Mana buni sotib olganman. Bir versiyani. O'shaning hisobiga menga xullas kuniga 3 dan oldan game hozir o'zi ko'rsatadi. Avtomatik mana buni bosamiz. Pulimizni chiqarish uchun adresni joyladik. Endi mana buni bossak qancha pul chiqarib berishini o'zi avtomatik ko'rsatadi mana. Bundan boshqa buni ustiga bosib bo'lmaydi. Shu pulni chiqaradi. Bundan oshiq chiqarib bermaydi. Nimagaki mana bu versiyani sotib ol deydi. Bu versiya buni sotib olsangiz farqi yo'q. Qancha chiqarsang chiqarishing mumkin. Minimalga yo'q deyapti. Mana 3 ta Litecoinga sotib olish kerak. 3 ta Litecoinni riskovat qilmaysizlar. 3 ta Litecoinni riskovat qilasizlar, balki chiqarib bermasligi ham mumkin. Chiqarib bersa yaxshi, lekin chiqarib bermasa kuyasizlar. Mana bularni sotib olsangizlar, tak. Mana bitta Litecoin. Mana shungacha sotib olishni men tavsiya qilaman. Mana shu bir versiyasini yoki 1.2 versiyasini. Qolganlariga ishonch yo'qroq. Mana buni sotib olsangiz ham ikkitaga sotib olishingiz kerak. Bunga bunchalik ishonch yo'q. Xullas men bir versiyasini sotib olganman. Mana shuncha bir kunda 24 soat ichida mana shu pulni chiqarib beradi. Mana buni bosamiz. Mana o'sha pulimiz chiqib ketdi. To'lab berdi. Hozir
Hosilbek Kashalovga tushib borishi kerak. Hosilbek Kashalovga bir 2-3 minutda tushadi. Hozir Kashalovga kiramiz. 11 sent pulim bor edi. O'sha 11 sent hozircha turibdi. Tak. Bu yerda balandda уже sayt to'lab berdi deb savshat qilyapti. Tepada уже to'landi deb tushib keldi. Hozir bu yoqqa ko'ramiz qani. Bu yoqqa olib tushib kelgan yo'q. Tak. 1 minut 2 minut kutamiz qani. Yo'q, hali ham to'lab bergani yo'q. Mana shu summa joyida turibdi. Tak. 3-4 minut bo'ldi, hali ham to'lab bergani yo'q. Videoni shu joyida to'xtatib turamizmi yoki polni xod ko'rsatamizmi? Xo'sh, hali ham tushib kelmadi. Tak, sayt to'lab bergani hozir bu yerga Kashalovga tushib kelmayapti. Tak, bilak Kashalovga tushish saligina qiyin bo'lyapti. Vaqt olyapti. Tak do'stlar, video cho'zilib ketyapti. Do'stlar, ungacha hozir
Ungacha bir ikki taktika ko'rsatib turaman. Pulimiz tushib kelguncha. Tak, mana bu dayis o'yiniga kiramiz. Avtoga qo'yamiz mana buni. Tak. Yo, bu joyda turadi. Mana bu yerda 25% o'ynaymiz. Va mana bunisiga o'tkazamiz. O'yinni boshlaymiz. Sami последний pulda turibdi. Sami последний o'zi sayt tikadigan minimalkada turibdi hozir. Mana bu yerda qancha o'ynalyapti, mana bu yerda qancha foyda, qancha minus ko'rsatiladi. Hozir bizni minusga olib o'tib ketdi. Повтор o'ynaymiz. 0.6 minusga kirib ketdi.
Do'stlar, mana ko'rdilaringiz 06 birinchi minusga kiritdi. Undan keyin 334 ta o'yin o'ynalib 09 plyusga chiqdi. Ya'ni 03 plyusga chiqardida 03dan 150 rubl yo'g'i 30 rubl atrofiga boradida. Yoshi 25 taktika. Bunda endi pulingiz ko'proq bo'lsa, ko'proq foyda bo'ladi. Kam bo'lsa, juda kamda. Kam bo'lsa dagonga yetmay ham qolishi mumkin. O'shaning uchun minusga ham kirib ketishi mumkin-da. Biz mana bu pulimiz tushib ketdi shekilli, 1,5 bo'pti. Tak, mana уже pulimiz tushib kelgan 0,13 sent bo'pti. 0,9 sent edi. 1,5 bo'pti. 1 edi, 5 ham bo'ldi. Pulimiz tushib keldi 100%. Sayt to'lab beryapti. Faqat Hozir Bekasholovga chiqarib beryapti. Yomyo'nishingiz Hozir Bekasholov bir marta Baybetga ham chiqarganman. Undan keyin Hozir Bekasholovga chiqarganman. Nimagadir saqrayni qo'yganmanmi biron joyiga. O'sha yoqqa avtomatik Hozir Bekga chiqarib boryapti. Xo'p do'stlar, videoni tugatamiz. Ishlaringiz omon.